Assalomu alaykum aziz yoshlar. Sizlar uchun ajoyib yangiligim bor. Men Ibrat farzandlari Uschess Pro, Qizlar Akademiyasi Pro va Ustoz AI Pro imkoniyatlarini taqdim etmoqchiman. Agar videoda aytilgan shartlarni bajarsangiz, ushbu imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Ishtirok etish shartlari videoning tavsifida keltirilgan. Barchangizga omad. Assalomu alaykum hurmatli yoshlar. Bugun men sizlarga yoshlar ish agentligi brend loyihasi hisoblangan 5 ta ilova bo'yicha gapirmoqchiman. Bularni pulli darslarni premium kartalarni men sotib olganman. Shu o'zim shaxsiy tashabbus qilayotgan edim. Bu bo'yicha 3 oylik bepul darslarni men o'zim sizlarga bepul bermoqchiman. Buning uchun maxsus shartim bor. Shuni bajarib beradigan bo'lsanglar, bo'ldi 3 oylik bepul darslarni men sizlarga bepul kartalarni bepul beraman. Faqat Telegramga bog'lanasizlar. Men aloqa uchun pastda qoldiraman telefon raqamlari, aloqa ma'lumotlarimni. Xo'p, ketdi yoshlar. Bunda Ibrat Akademiya bo'yicha gapiradigan bo'lsam, birinchisi Ibrat Akademiya xabaringlar bor. Bunda xorijiy tillarni bepul o'rganishinglar mumkin. Faqat kirganimizda, tahrirlashga bosganimizda profil ma'lumotlari, manzil ma'lumotlarini sizlar boshqa hududda yashaydigan bo'lsanglar ham tahrirlash qilganda O'zbekistonni tanlab turib, O'zbekiston tanlandi, Andijon viloyati, Buloqboshi tumani, Shohguzar mahallasini tanlab qo'yasizlar. Sababi men Shohguzar mahallasi yoshlar yetakchisiman. Bularda sizga hech qanaqa ziyoni yo'q sizlarga. Faqat men uchun kerak bu statistika yuritiladi. Meni ko'rsatkichim yuqoriroqda turish uchun sizlardan iltimos qilaman. Shuni iltimos qilib so'rab qolaman. Rahmat. Saqlashni bosamiz va bundan chiqqanda mana darslarimiz bor. Bepul kurslar, premium kurslarga o'tamiz. Premium kurslarga bitta bosadigan bo'lsak, sotib olish mana Ibrat Pro degan bo'limda sotib olishga bosamiz. Mana 3 oylik to'lov 159 ming so'm deyapti. Bu 159 ming so'mni men sizlarga yoshlar bepulga bermoqchiman. O'zim sabab sotib olganman men. 3 oylik 159 ming sotib olganman. Promo kartalarimiz soni cheklangan yoshlar. Iltimos faolroq bo'lishingizni so'rab qolamiz. Agarda mana o'zingiz sotib olaman deydigan bo'lsangiz, 318 ming so'm 1 yillik sotib olasizda, oyiga sizga 26.500 so'm to'g'ri keladi. Keyingi ilovamiz bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, mutolaa ilovamiz. Yoshlar bunda elektron audio kitoblar, badiiy adabiyotlar hammasi shu yerda joylashgan. Mana hop telefon raqamiga kod jo'natamiz. Yoshlar mana mutolaa ilovasi. Mutolaa ilovasida qanday bo'ladi? Xo'p, asosiy bo'limda bo'ladigan bo'lsa mana kitoblar hammasini shunda bor. Sahifamga o'tamiz, ma'lumotlar tahrirlaymiz. Xo'p, mana hududga bosganda O'zbekiston, hudud Andijon viloyati, Buloqboshi tumani, Shohguzar mahallasi. Iltimos, boya aytganimdek, faqat bu men uchun statistika kerak. Shuning uchun iltimos bo'ladi, sizlardan boshqa hududda yashasanglar ham Shohguzar tanlab qo'yinglar. Tasdiqlashni bosamiz. Bosilgandan so'ng mana sahifam bo'limida premium degan bo'limi bor. Premiumga o'tganda mana men premium sotib olganman. Sababi sotib olgan bo'lsa sizda shunaqa chiqadi. 28-sentyabrgacha meni premium 3 oylik bor. Demak, obuna bo'lishga bosganda 1 oylik to'lov 33 ming so'm, yillik to'lovimiz 155 ming so'm, oyiga 12.916 so'm to'g'ri kelyapti. Xo'p, demak men sizlarga bu mutolaa premium kartasini sotib berishim mumkin bepulga. Faqat shartlarimni bajarsanglar boya aytganimdek. Rahmat sizlarga. Hurmatli yoshlar, mana video rolikda eng qiziq joyga yetib keldik. Unda Uschess Qizlar Akademiyasi, Ustoz AI ilovalarimiz qolyapti. Uschessda shu asosiy urg'uni shu 3 ta ilovaga beramiz. Sizlardan iltimos bo'ladi yoshlar. Menga reja bo'lib berilgan. Yoshlarga targ'ibot qilish, tushuntirish bo'yicha Ibrat Akademiya mutolaa ilovalarini men to'liq mahallamda rejam bajarib bo'lganman, 100% qilib ikkalasini. Uschess Qizlar Akademiyasi Ustoz AI ilovalarimizni rejamni 70-80% ga bajarganman. Shu 3 ta ilovani rejamni 100% ga yetkazishda sizlardan iltimos yordaminglar kerak bo'ladi. Buning uchun Uschess Qizlar Akademiyasi Ustoz AI ilovalaridan istalgan xohlaganinglarda, masalan Uschessdanmi, Qizlar Akademiyasi Ustoz AIdanmi birini tanlab turib ilovaga kirib turib, aka-ukalar, do'stlaringlar, dugonanglar bo'lishi mumkin, yo'qsa ota-onalar
Farqi yo'q, telefon nomerlarini shu ro'yxatdan o'tkazib turib, menga skrinshot tashlab beradigan bo'lsanglar, Shohguzar mahallasini tanlab deb 10 ta skrinshot tashlab beradigan bo'lsanglar, men sizlarga ibratdanmi, mutolaadanmi, xohlagan 5 ta ilovalardan men promo kodlarim bor, tashlab berishim mumkin. Faqat promo kodlarimiz soni cheklangan, boya aytganimdek. Unda ketdik, uschasini tushuntirishni boshlayman. Mana uchchas ilovamiz. Xo'p, bu yerda telefon raqami orqali kod olish yo'q. Telegram orqali kodni olish qilamiz. Buning uchun Telegramdan kod olishga bosamiz. Mana ochishga ruxsat berasizmi deyapti, ha deymiz. Demak, ketdi. Xo'p. 767 ekana kodimiz. Yozamiz. 767. Mana do'stlar, kirdik. Xo'p, demak, profil ma'lumotlariga bosamiz. Yangi ro'yxatdan o'tganda tahrirlashga bosamiz. Mamlakat mana O'zbekiston, Andijon viloyati, Buloqboshi tumani, Shohguzar ta'lim saqlaymizda. Shu holatda skrinshot bitta olamiz, menga tashlab berasizlar. 10 ta tashlab beradigan bo'lsanglar, xohlagan 5 ta ilovalar bo'yicha men mutolaa deysizlarmi, sizlar Ibrat akademiya deysizlarmi, farqi yo'q, men promo kod kartalarini beraman. Bo'ldi. Endi bu uchchas bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, boshqa xotirmalar, asosiy shaxmatni o'rganamiz, ta'lim mana. 0 dan boshlab bemalol o'rganishingiz mumkin. Bobur Sattarov o'zining mana kurslari bor. Kitoblar mana. Shaxmat sehrli olam. Hammasi Rustam Qosimjonov, hammasi shu yerda mujassam. Keyin bitta mod qilish yo'llari bo'yicha boshqa xotirmalarimiz. Hammasini shu yerdan topishingiz mumkin. Onlayn do'stinglar bilan ham o'ynashingiz mumkin o'zingizlar. O'ynashga bosilganda mana do'st bilan o'ynash bo'lsa, o'zingizlar internet orqali do'st yo'llaringlar bilan o'ynashingiz mumkin. Rahmat. Hurmatli yoshlar, mana endi Qizlar akademiyasi ilovasiga kiramiz. Qizlar akademiyasi bu qizlarga manikyur, pedikyur, oshpazlik, qizlarga parda tikish, tikuvchilik bo'yicha hammasi bo'yicha o'quv kurslarimiz shu yerda joylashgan. Opa-singillaringiz, o'zlaringiz o'zingiz qiz bola bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizga kerak bo'lishi mumkin. Shu narsalar hamma videoroliklar orqali biz Yoshlar agentlik tomonidan ishlab chiqilgan proyektimiz hisoblanadi. Unda telefon raqamini teramiz. Keldi 646 975. Mana do'stlar, profilga kirdik. Profilga sahifamiz kirgandan so'ng bu yerda profil ma'lumotlari tanlash kerak bo'ladi. Mahallani, Andijon viloyati, mana Buloqboshi tumani, Shohguzar mahallasini tanlab turib, iltimos menga 10 ta skrinshot tashlab berasizlar. 10 ta skrinshot tashlab beradigan bo'lsanglar, men sizlarga ixtiyoriy boya aytganimdek 5 ta brend loyiha bo'yicha har xohlaganinglardan premium karta berishim mumkin. Faqat Qizlar akademiyasidan 10 ta skrinshot yuborsanglar. Demak, kurslar haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda mana tadqiqotlar asoslari, hammasi video kurslarimiz shu ilovaning ichida bor. Rahmat. Hurmatli yoshlar, endi Ustoz AI ilovasi bo'yicha gaplashamiz. Ustoz AI ilovamizda asosan zamonaviy kasblarni o'rganamiz. Video montaj, mobilografiya deysizmi? Undan tashqari sun'iy intellekt degan darslarimiz yangi qo'shilgan. Pro darslarimizda AI content, shular hammasi Instagramda hozir moda bo'lib yotibdi-yu, hozir video eski rasmlarni jonlantirish, video generatsiya, prompt muhandisligi, hammasini shu yerdan ko'rib turib, o'rganib, o'zingizlar zamonaviy kasblarni o'zingizlar bemalol o'rganishingiz mumkin. Endi buni tushuntirish bo'yicha, registratsiya qilish bo'yicha boshlaymiz. Telefon raqam teramiz. 194. Davom etamiz. Bu yerda parol qo'yilgan bo'ladi.
Demak, bugun mana har kuni qo'y bitidan ko'yin olishinglar mumkin. Ko'yinni olishga bosamiz. Xo'p, endi demak, menda 340 ko'yinim bor. Hozir ro'yxatdan o'tish bir qator ko'ramiz. Profil ma'lumotlarini to'g'rilab turib, xo'p, faxrlashga bosamiz. Mana O'zbekiston birinchi tanlaymiz. O'zbekiston. Boshqa viloyat bo'ladigan bo'lsa ham bunda izminat qilishingiz mumkin. Qizlar akademiyasi farqli ravishda. Xo'p, Shohguzar mahallasini tanlaymiz va galishkaga bosamiz va o'zgardi, hurmatli yoshlar. Endi eng zo'r tarafini bu yerda sizlarga tushuntirib qo'yaman. Do'kon degan joyimiz bor mana. Xo'p, har bir o'quv kurslarida sizlar o'qisanglar, qo'yin olishinglar mumkin. Qo'yininglarni mana shu do'kondan istalgan narsa sotib olishinglar mumkin. Mana telefon ushlagich hozircha yo'q ekan, lekin bo'lsa mana men qo'yininglarga, menda 340 qo'yinmi sotib olishinglar mumkin. Mana hozir Xitoy tili kursi uchun voucher 46 dona bor. Yoshlar shagirdi bizda 2000 ta ustozay qo'yinga sotib olishinglar mumkin mana. Bellissimo pizza 250 qo'yinga pizza sotib olib yeyishinglar mumkin. Demak, Mutolib Premium, Ulug'bek Sultonov uchrashuvlar hammasini mana shu yerda ko'rsanglar, mana BYD Chaser 3 ta 500 ming qo'yinga BYD Chaser olsanglar bo'ladi. Market shu zo'n narsa. Zo'r ishlab chiqilgan. Endi kurslarimiz haqida gaplashadigan bo'lsak, mana ustoz AI kurslari, pul topish, bemar pro kurslar barchasi o'tadigan bo'lsak, hammasi boya aytganimdek mana haydovchilik, blogerlik pro kurs emas ekan. Bular bepul kurslar, mana bu yerda olmos bo'ladigan bo'lsa, pro kurslar hisoblanadi. Endi sizlar savol bo'lishi mumkin, men ustoz AI promo kartasini olsam, uni qanday ro'yxatdan o'tkazaman deydigan bo'lsanglar, biron bir mana olmosli darslarga kezasizlar. Kezganda mana bu yerga bossanglar, ustoz AI pro turibdi, proga o'tishga bosasizlar. Demak, 39 ming so'm obuna bo'lishga bossanglar, 1 oylik obuna 39 ming so'm, yillik obuna 327.600 so'm, oyiga shunda 27.300 dan to'g'ri kelyapti. Davom etamiz. Endi promo kod bor deydigan bo'lsanglar, promo kodni tersanglar ochiladi. 3 oylik obuna sizlarga bepul paydo bo'ladi. Faqat menga iltimos 10 ta screenshotlar soxtalashtirishga urinmanglar. Men o'zim tekshira olaman. Sun'iy intellekt bilan bevoz ko'rib chiqishim mumkin. Endi shu do'stlar, hozircha. Rahmat.